Bizlik kitap anlaş topudaki dostlar. Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 25. mavzuni birlikte okuyumuz, tinşayımız. Kadın kulukunlar hikayede olsun. Mevlana Ali Kuşçu'nu yerim keçide oygatqanda, onun kellesi de yine şahzade çaqıtqanmıdı. Yine zahiçiga qarab taqdirimni bilip deydiganmıdı? Degan oy keçti. Ali Kuşçu dunyoga kelib texi ilmi nucum bilan shug'ullanib boqmag'achqa, bo'libmi taqdirdan bishorat berish odati bo'lmag'achqa, u shahzoda bilan uchrashishdan ansiraydi. Mana 2 haftadan beri holidan obdan xabar olib, uni umid bilan kutayotgan shahzodaga aniq bir narsa deb berolmaydiganligini o'ylab, vijdoni azoblanadi. Mana endi aşu eğir gün yetip geldi. Lekin acabnarlik şu ki, Ali Kuşçu'nu oygatkan Yasavullah onu salamxanaga başlamasdan kök saraydan taşqırıga elip çıkıp, dervazı tayyorlanıp durgan Arap argımaklarından biriga mingizip, Registan meydanı tarafga elip gitişti. Kündüzdeki illiq hava buzulup, qattiq shamol chiqyotdi. Osmonni qora bulut qoplagan bo'lib, odamzotsiz ko'chalar jimjit edi. Bu yerim kechida meni qayerga kelib bordigandi? Muddasi nima bu Yasavullohning? Ali Kuşçu'nun ko'nglida qo'rqinchli bir gumon paydo bo'lib, tini shurkinib ketdi. Lekin sal o'ylangandan keyin ichida kulib qo'ydi. Beshinga nima kunlar kelmadi? Endi kirdigining buningdan yomon bo'lmas. Nemishqa titraysan, Mevlana? Oldida at choptirib ketayotgan nökerlar kesh darvozasidan chiqibla solga burildi. Ondan qir edirlardan, suvsiz xandaklardan, eriq o'stanglardan o'tib, bog' va etizliqlarni aralab ketishdi. Ular shu yo'sinda xeyli minib, cho'ng yo'lga chiqishdi. Cho'ng yo'lga chiqish bilanla Ali Kuşçu'nun yuragi yana jig'ildab ketdi. Bu yo'l udul rasatxonaga boradigan yo'l-ku. Meni rasatxonaga elib boramdi nima? Ularning muddaosi zodi nima? Yo'q. Oldida at choptirib ketayotgan nökerlar rasatxonaga yetib bormayla yana so'lga. Bog'iy maydon tarafga burildi. Bog'ning usti yepiqliq darvozaxonasi oldida Ali Kuşçu'nu baliqliq negir süpət sarayvan qarşı elib ishkiriga boshladi. Sarayvan eg'iz ichib bir narsa demagan bo'lsa-mu, uning undimasligi yaxshilikdan darak bermaydi. Chunki qop-qorong'u tun qo'ynida o'rmondek shovqinlanayotgan bu cho'ng bog'da nima ishlar yuz bermagandaysiz. 40 dövrüklik binoning birinchi qavati qop-qorong'u bo'lib, faqat ustunki qavatning bir derazasidan nur yig'ib turadi. Lekin ichidan hech qanday sado chiqmay, haybatlik bino xuddi yo'g'on maqbaridek cho'nqur sukutda turadi. Mermer palampaylar orqali ikkinchi qavatga chiqqan sarayvan eshik oldida to'xtab, Ali Kuşçu'nu kutib turdi. Ali Kuşçu chiqqandan keyin eshikni asta ochib, uningga yo'l berdi. Uyga birinchi bo'lib kirgan Ali Kuşçu hayron bo'lib, pagada to'xtadi. O'ttiriga shiralar quyilib, ipak ko'rpalar silingan. To'rgi bo'lsa, nepiz qizg'uch parda tortilgan bu hashamatlik uy dastlabda uningga odam yo'qdek tuyuldi. Lekin ikkinchi daqiqada o shiraning orqasida qiblaga qarag'inicha sajdaga bosh qo'yib yotgan bir odamni ko'rdi. Bir nimalarni deb pichirlayotgan bu odam Shahzoda Mirza Abdullatif edi. Shiraning bu tarafida ayvonga chiqadigan eshikning oldida ko'k toshli qalin bir kitobning yirtilgan varaqlari chechilib turadi. Ali Kuşçu hayron bo'lib sarayvanga qaradi. Sarayvan Shahzodani zanglik qilgandek tarin turdi-da oldiga o'tdi.
Oloq Şahim dedi cüretsizlik bilen. Mevlana Ali Kuşçu geldi. Ha, Şahzade şaqqada qaradı. Onun solğun, tatırıp ketken yüzüde ve perdazlanmagan burt sakallarında yaş tamçıları yaltıraydı. He, Mevlana Ali Kuşçu, hoş gepsiz. Mevlana, hoş gepsiz. Şahzade aldırab tinep orundan durdu. Belideki kılıcını şirege tarak turuk tek güzüp aldığı öttü de ihtiram bilen salam verdi. Sizni körgünümge çeksiz xursam ben Mevlana. Çeksiz xursam ben. Şahzadenin duduklap çıkkan geplerinde ve kılıklarında kişini çüyüştürgen, telbelerge has bir nersi var idi. Lekin bu tünügünkidek saranlık emas, belki kişini korkutulgan bir telbelik idi. Xudaya tova, bu kuzgun kandak kılıp insabı kilip kalgandı. Pekir tehi tünügülla murtet alim idim. Bugün kandak sige Mevlana bulup kaldım. Şahzade Saroybanga qarab, yerde yatkan kitapga işaret qildi. O go'yo kitapni emas, chayonni ko'rgandek yerginib. Buni elib o'tqa tashla, deb buyruq qildi. Saroyban gilamda chechilib yatgan kitap varaqlarini yig'ishtirib, kitapning arasiga soldi-da, undamay uydan chiqib ketdi. Saroyban chiqib ketishi bilan Mirza Abdullatif namlashgan kirpiklarini ship-ship qilib Ali Kuşçu'ya qaradı ve ovozi ensiz titrib, "Hürmetlik Mevlana," dedi. "Men sizden zoyichiga qarab berishingizni so'ragan edim. Qaradingizmi?" Şahzadenin xushomat aralash, echinishli qiyofatda kulimsiraganligi sababidimi? Yoki keyingi so'zlarni ayminibgina qilganligi uchunmi? Ali Kuşçu'nun yüreki cıg qilib ketdi-de, közünü onun nemleşken közüden kaçırdı. O hazır "Yo'q" desila Şahzadenin der g'azabi keldiganligini biletdi. Lekin Ali Kuşçu onundan qo'rqqanligi uchun emas, balki yo'lanchikudan ayrilib, echinishli ahvolga tushib qolgan Şahzadega echinganlikdan allaqandoq muloyimlik bilan "Kechirgaysiz Şahzade," dedi asta. "İlmi nucumdan habersiz işkellikimni tünügünle aytdim-ku." "Yo'q, yo'q." Şahzade çöçüp gidip keyniga sendirildi. "Sizdek yituk alim, ilmi nucumdan habersiz bo'lishingіз mumkin emas, Mevlana." Mirza Abdullatifning ovozida, yoshga to'lgan ko'zlarida shundoq bir yelinish alomati bor ediki, Ali Kuşçu'nun kallasida yana bayqa oy geçti. O telbe nima bo'lgandi? Nemishqa bundaq titraydigandi? Afsuski, kamina bu sohada bilimsiz bir avomman, dedi o Şahzade'ga qaramay. "İlmi raziyat babidan sual so'rasangiz javob beraman. İlmi riyaziyat babidan sual so'rasangiz javob beraman. Osmondagi yulduzlar holatidan sual so'rasangizmi, javob berishim mumkin. Va lekin yulduzlar holatini bilgan odam ilmi nujumdanmi xabardor bo'lish kerak? Afsuski, yo'q, siz bilasiz. Mening peshonamga nimalar yozildi? Hokimiyatning taqdiri qandoq bo'ladi? Hammani bilasiz. Va lekin deyishni xohlamaysiz." Şahzade o'ng qo'li bilan qilichining dastisini tutqunicha uyning o'ttirisida qapqini turib turadi. Onun ko'zlaridagi boyagi g'amkinlik yana shafqatsizlik ifodasi bilan almashdi. Nepiz lavlari qattiq himlashib, shalong burutlari dingaydi. O hozirla jon jahli bilan "Saroyban!" deb varqirishi va "Yo'qot bu murtadni!" deb buyruq berishi ehtimoldan yiroq emas edi. Qandoq qilish kerak? Zoyichiga qaradim. "Qo'rqmang, taqdiringiz yomon emaskan" deyish kerakmi? Tug'ilib, to'rilib, yolg'on so'zlab boqmagan men, Ali Kuşçu, endi
zindandan qo'rqib, yolg'on so'zlasam bo'ladimi? Bilmagan narsani bilaman desam bo'ladimi? Bo'libmi, o'z otasiga qilich ko'targan kunila taqdiri ayon bo'lib bo'lgan bu ota qotilga yolg'on so'zlab, uning ko'nglini yasash vijdonga xilof emasmi? Ali Qushchi o'ttirda gidib turgan shahzodaga yer ostidan bir qarab qo'ydi. O yanala shahzodaning g'azablanib, talvalarcha vaqirishini kutib turadi. Biroq shahzoda to'satdan alaqallari bilan yüzünü yuşurup. Nemişqa rahim qılmaysız Mevlana, dedi yığlamsırab. Ya, rəqiblərimnin fitne pasatlarına işinib qaldınız mı? Ustazınız bolğan o zatның pişanəsiga pütülgeni şu bolsa, bununla nima çare? O zatqa qasd qilgan barliq quzg'unlarni qirib tashlab qisas aldım. Buningdan boshqa yana qandoq qilay? Günahim nima mening? Agar kufr kitoblarni ko'ydiri deyilsa, unimi haqiqat uchun, islom dini uchun ko'ydirdim. Shahzoda kufr kitoblar deyish bilanla Ali Qushchining qalbida yaltirab turgan allaqandoq nur biroqla o'chdi. O bu kitoblar kufr emas, balki saltanat osmonida parlab turgan bir mash'al edi. Sen bu meş'alni o'chirib, elnimi, o'zingnimi abadil abad zulmatga mahkum qilding. Hey iflos! Degisi keldi-yu, shahzodaning unsiz titrab yig'layotganligini ko'rib, g'azabini besib oldi. Tush ko'rdim, dedi Mirza Abdulatif to'satdan. Nihoyat yomon tush Mevlana, nihoyat yomon. O go'yo bu qo'rqinch tushni qayta ko'rayotgandek ko'zlarini yug'an ochqinicha bir nuqtaga tikilib qoldi. Keyin yuzini yana aloqalari orasiga yushirib, ingrab tashladi. Ali Qushchi nima qilishni bilmay bir hazolagacha jim turdi. O shahzodaga tasalli berishga gap topolmaydi. Uning holining qanchalik ijinish ekanligini sezsimi, ko'nglida uning qarata kuyinish to'yg'usi yo'q edi. Shundaqla uning majruh holatini, nola qilib to'lg'inishlarini kuzatib turishmi bek egri kelgan edi. Faqirni kechirgaysiz shahzoda, dedi u. Amal qancha? Faqir Allohdan vahiy keltirib, ko'nglingizga aram beradigan rasul emas-da. Keminiga icazet bergeysiz şahzade. Mirza Abdulatif cevap veriş ornida to'satdan turgan yerda tizlandi da qibliga qarab sajdaga bosh qo'ydi. Ali Qushchining ko'ngli bir qismi bo'lib, putining uchida dassiginicha uydan chiqdi. O tik palampaylarni besib pastga tushib ketib, shahzodaning "Gunohim nima mening parvardigor olam" deb tovlig'ini eshitib, yuragi jig' qilib ketdi-da, qadamini tizlatdi. Pastda palampaydan tushgan yerda qo'llarini orqasiga qilib, ochiqida aylanib yurgan baliqliq Negrisbel Sarayvan Ali Qushchiga savol nazari bilan qaradi. Ali Qushchi hayronman deganda qilib muyrisini qisib qo'ydi. Sarayvanmo aqlidan ezibdi degan ma'noda oltin uzuklik ko'rsatkich barmoqi bilan chekisiga niqtab qo'ydi-da, shaqqida burilib, yan eshikdan ichkariga kirib ketdi. Sarayvan eshikni ochganda, uy ichidan kinizaklarning sho'x kulgilari, zibo zinnatlarining nafs jaranglashi anglandi-da, eshik yopilishi bilan yana tinch edi. Ajablanarli shuki, Sarayvan uni ne ichkariga taklif qilmadi, ne qaravullaga topshirib bermadi. Ali Qushchi hayron bo'lib boqqa chiqdi. Atrof yurib, ko'kdagi bulutlar shalonglagan edi. Osmonning surtilgan shishidek tiniq joylarida oxirgi yulduzlar pildab turadi. Kechasi yomg'irda cho'milgan cho'ng bog'da
Bulbullarning navosi avich olgan edi. Binoning oldida hech kim ko'rinmaydi. Faqat Gülzar o'ttirisidagi usti gumbazsimon havorang shipangda kechida uni Ko'ksaroydan elib kelgan ikki nökər tövrüklərə yo'linib möydab qolgan edi. Ali Qushchi hayron bo'lib, birdam turgandan keyin qizil qum sepilgan yo'l bilan bog' aralab ketdi. Uning xiyoli fikri yanala Shahzodada edi. Ko'z oldidan Shahzodaning yosh bilan yuyilgan echinishlik chiroyi, qo'liqidan uning zarliq nolalari neri ketmaydi. Heyhat! Bu dünyada haqiqat va adolat yo'q deb kim deydi? Ba, kimki bu dunyoda yomonlik qilsa, mayli u shoh yoki gadoy bo'lsin, o jazosiz qolmaydi. İnsonga aql va ong shuning uchun berilganki, o bu chin haqiqatni tushunsin. Kimki bu haqiqatni tushunmay adolatsizlik qilsa, oxir halok bo'lishi muqarrar. Mana bu Shahzoda toj taxt va shon shuhrat ishqida o'z otasini o'ltirishdanmi yanmagan edi. Olimlar sardori yandurgan ilim mash'ilini o'chirib, Mavari ünlərini zulmat qoyniga tashlagan edi. Aqibati nima bo'ldi? Bu fani dunyodami haqiqat va adolat bor. Mo'min bandalarni qirgan, mehr shafqat o'rnida jabr zulm qilgan, ilm ma'rifat o'rnida zulmat uruqini chachqan har qanday kishi intiqomsiz qolmaydi. Ali Qushchi palaq-palaq qilgan oyoq tivishini eshitib burilib qaradi. Baya havorang shipangda mugdab yotgan yasovullarning biri unga qarab yugurib kelyotdi. Yana Shahzodami? Yana zoyichiga qarab badamdi. Yo'q. Yasovul uni 40 turuklik binoga emas, balki darvozaga boshladi. Darvoza oldida taq qilingan otlar tallaga bog'liqlik turadi. Ali Qushchi yasovullarning yordami bilan otga mingach, yana Ko'ksaroyga elib boramo deb o'yladi-da, tini sirqirab ketdi. Ko'ksaroyga. Lekin 2 hafta yotgan yo'riq uyga emas, balki ashu jahannamga, ashu mudhish go'rga tiqidi meni. Ali Qushchi 2 yinida 2 yasovulning nazorat qilishi bilan etini yo'rg'ilatib ketib etib, go'yo olam bilan vidolashayotgandek to'rt atrofiga, yo'l bo'yidagi egiz sarvilarga, kechasi yomg'irda cho'milgan bog'larga, idirlarni qoplagan ho'l maysilarga, tiniq osmonda pilildab turgan oxirgi yulduzlarga zo'qlanib qarab to'ymaydi. Ya Rabbi, bu olam nima degan go'zal, ha? Eriq boylarida go'yo yangi kelinchaklardek bosh egib turgan Majnun tilla. Yopurmaqlarida yomg'ir tomchilari yaltirab turgan oq teraklar. O'rmonlikdagi qushlarning nag'masi. Atrofdan anda-sanda ishtilib turgan qo'y-qo'zilarning ma'rashlari. O't-cho'p va gul-giyohlarning xushparaqlariga qo'shilgan achchiq is-tutak hidi. Ali Qushchi bularning hammasidan mahrum bo'lib, yana ashu mudhish go'rga kirami? To'satdan hamma yoq pat-paraq bo'lib ketdi. Cho'chib ketgan Ali Qushchi ikki tarafdagi qumushliq orasidan ot choptirib chiqib kelgan 4 nafar otliq kishini ko'rdi. Yuzlariga qora teri niqob tortib, boshlariga o'rimi talpak kiyishgan bu otliqlar qilichlarini o'ynatganicha quyundek bostirib keldi. Da tamtirab qolgan yasovullarning boshlariga qapslashlab, g'eppida bo'g'ib olishdi. Ali Qushchi as-hushini yig'ib bo'lguncha otliqlardan biri uning etining chulvuridan tutib, pastga o'ymonliqqa yetilib mangdi.
Yol tusar qaroqchilarga o'xshaydigan bu kishilar kim? Qo'yindek bostirib nereden kelishdi? Tögü bo'yi keladigan qo'mishliqqa kirish bilanla oldida ketayotgan kishi yuzidagi qora teri niqobni elib tashladi. Qalendar qardoqi? Ustoz. Qalendar asta ingishib quchoq ochdi. Ah, ustoz, ustoz. Niyetimiz pak bo'lg'achqa didar ko'rishmek nisib bo'ldi. Ali qushchi yanıla esini yig'olmay Qalendarning saqalliq yuziga, yoshga to'lgan ko'zlariga hayron bo'lib tikiladi. Qo'mishliq orasidan Miram Chalabi bilan Mansur Kashining chiqib kelganligini ko'rib, yuragi yana jig' qilib ketdi. Miram, o'g'lim, Mansur Kashi, ustoz. Qalendar Ali qushchini qo'yib berib, Yasavullarni o'rmonlikqa so'rab kirgan niqobliq yigitlarga qaradi. Arg'amchi bilan daraxtga bog'lanlar. Tezroq, Qalqonbek, vaqt qis, Bazg'anbek. Niqoblarini elib etmagan yigitlar boshlariga qop kiydirilgan Yasavullarni daraxtga bog'lab bo'lishi bilanla Qalendar etini qamchiladi. Mang'ayli, ustoz, vaqt qis. Qalendarning oldirish sababsiz emas edi. Çünkü yulduzlar g'oyib bo'lib, atrof yurib qolgan edi. Lekin ular solga burilib, texi amdila 100 qadamchi menishi bilan bog'i maydon tarafdan at tuyoqlarining düpürligen ovozi anglandi-da, qo'mishliq orasida to'xtashga majbur bo'ldi. Birdamdan keyin yuqorida oqarishga boshlagan ufuq tarafdagi cho'ng yo'lda at chaptirib ketayotgan 10 dak atliq kishi ko'rindi. Dal shu chaqda Udulda cho'ng yo'lning nariqi tarafidagi do'nglikdimi bir to'p atliq kishi paydo bo'ldi. Do'nglikda to'satdan paydo bo'lgan bu atliqlar qo'llaridagi qilichlarini bosh ustida o'ynatib, qo'rqinchli var qirg'inicha quyundak bostirib kelyotdi. Do'nglikdan quyundak kelayotgan bu atliqlarni ko'rib, bog'i maydon tarafdan kelayotgan atliqlar sarosimiga tushib to'xtab qolishdi. Oldingi atliqlar bo'lsa, atlarining boshlarini orqasiga burashdi. Shahzoda deb o'yladi Ali qushchi. Qilichlar parqirab, atlarning zarliq kishineshlari atrofni zil-zilga keltirdi. Mang'ayli, ustoz, bu yerda turish xatarlik. Qalendar qarnoqi Ali qushchining etini yetilab ilgirilab ketdi. Ali qushchi ko'zini ching yumib oldi. Lekin o har qancha qilsa-mo 44likda qiblaga qarag'inicha sajda qilib yotgan shahzoda ko'z oldidan nari ketmaydi. Uning "Shukrim, Mevlana bek yomon cho'sh" deb ichinishli qiyofatda yig'lagan yig'isi quloq tubida jaranglaydi. Cho'ng yo'lda qiyomat qoyim yana davomlashadi. Qilichlarning tarang-turunglari, atlarning kishineshlari va odamlarning vahimilik cho'qon suralari anglanib turadi. Mirza Abdullatif Sarayvan boshliq 10 dak baliqliq nökürü bilan bog'i maydondan chiqqanda ufuq oqarishga boshlab atrof yurib qolgan edi. Biroq kechichi uxlamagan, ko'z oldini qandoqdir tuman qoplab olgan shahzodaga hamma yoq, hatto yomg'irdan keyin ajoyib bir tiniq tus olgan so'psizlik osmonmo qop-qora tuyulib, yuragi sirqirab ketdi. O oldida at choptirib ketayotganda yo'l bo'yidagi sarvilarning soyasida ikki tarafdagi ozganlarda allaqandoq ko'langilar quturab yurgandek tuyulib, pat-pat cho'chib ketadi. Goh etining tizginini tassa, goh xavfsirab yenidagi nökerlarga qarab qo'yadi. O'ng quloqlariga oltin halqa esib, boshlariga o'smirang salla urib olgan ilmek burunluq negir sifat nökerlari bo'lsa, o qaraganda ko'zlarini qochirib, atlarining beshini burab, orqasiga chekinadi. Bu nökerlarning har qatim tik beqishqa
Petilanmay keyniga chekinganligini ko'rganda shahzodaning qilichini qinidan sug'urib olib, ular ustiga at silib bag'uz keladi. Lekin bunda qilishga fursat yo'q edi. Chunki o ko'k saroyga oldiraydi. Onunga poytaxtga berib, ko'k saroyga kirib olsalar, kecha ko'rgan tushi va texicha ko'z oldidan neri ketmagan qo'rqinchli manzaradan butunlay qutulgandek tuyuladi. Ana, oldi tarafdagi Afrasiyab do'ngligi ustida ufuqni to'sib turgan ko'ngurlik tammo ko'rindi. Tam tüvide teren suvsiz xandak bar edi. Onundan o'tsila bas. Lekin dal shu paytda, yani oldida ketayotgan shahzoda xandakka yaqinlashib qolganda, o'ng qo'l tarafdagi do'ngda bir to'p otliq kishi paydo bo'ldi. Hammasi bir xil qora chapon va qora talpak kiyishgan, ba'zilari yuzlariga qora niqob tortib olgan bu qora guruh do'ngda birden at o'ynatib turdi-da, qora bo'rondak bostirib kelishga boshladi. Qalbini asir qilib olgan qo'rqinchli tuyg'u shahzodani dong qetitib qo'ydi. O do'ngdan bo'rondak tushib kelayotgan otliqlarning borgan sari yaqinlayotganligini, o'z navkarlari bo'lsa, atlarining boshlarini burishib, almon-talmon qochib ketayotganligini sezib turadi. Lekin o çoğan götürüp kelayotgan otliqlardan xuddi yılanning hiyilisiga aldanıp qolgandek, paqadek ko'zini uzolmay turgan joyida qimir qilmay turadi. Ana, çoğan söylenleri alemni ma'lum qilgan otliqlar pastki xandakka yetib tushdi. Topning oldida bir-birining etini qamchilashgan ikki otliq kishi yetib keldi. Niqoblarini yuvib elib tashlagan bu ikki otliqning biri Emir Sultan Jandar idi. Yani birisi, ya Rabbi, xuddi tushida patnis ko'tarib kirgan nökerlarga o'xshaydigan bu otliq kishi uzundan biri qutratquliq qilib yurgan Baba Hüseyin Bahadır idi. Shahzoda yuragi qepidan chiqib ketgudek bo'lib, etining beshini burdi. Biroq o qaçıp ketayotgan nökerleriga amdila yaqinlashishi bilan dümbisiga qattiq qadalgan ya o'qi uni mükçetkinicha otdan domultib etdi. Onun kuni tushib qoldimi nima? Toj taxt, hokimiyat, shon shavkat hammadan ayrıldimi nima? Bütün ig'irligi bilan domulab tushgan shahzoda yürükünü mucivatkan ağrık destinden tolgunub közünü açtı. Payansız asman, goya kanlıq deryadek kızıl tüske kiygen bulup, közünü kamaştırdıgan bu korkunçluk deryada çokdek bulutla üzüp yüretti. Şahzade halsizlenip, közünü yumvatkanda kanlıq bulutla arasından tuyuksuz çıkıp gelgen adisi göründü. Üstüge val-vol çaqnap tuğan zerbab ton kiyip, beşiği xuddi qanğı buyalgandek qip-qizil salla o'ragan. Hatta çaş sakallarımı qip-qizil Mirz Ulug'bek ko'zlari yoshga to'lgan holda g'ulashlarini xuddi qanot yoygandek kiyirib, onunga qarab asta tushib kelyotdi. Yer jahonni at tuyoqlarining düpürlegan ovozlari ve allaqanda qahirlik çoqan sörenler kaplagan bulup, bu sören çoqanlar arasında atısının moğluq tavuşu inniq anlıp turadi. Balam, can cigirim, öz yelikimden bolgan perzentim, dadangning beşini yegen, bu kuzgunlar senin beşini mi yemekçi? Bununla nime çare? Ata babanga vapa kılmagan bu laneti taj taxit sana mı vapa kılmaydı diyen edim. Lekin gepimge kirmedin. Emdi kandak qılay balam. Cahanni zil-zilgi keltügen qayrilik çoqan süren yıqıllap kilivatatti. Yığı aralaş bu moğluq avaz bolsa, aksice bargan siri jiraqlap kitivatatti.
Şahzadə güya atısını toxtatmaqçı bolğandək barınlıq küçünü yığıb təlpindiyo, beşi üstüdə parqarab turğan qilishni görüb közünü yumdu və günahkar pərzəndinizni keçirgeysiz ata deb pichirladi. Qadirlik kitap anlaş topadagi do'stlar, Ulug'bek G'azinisi 2. qism 25. mavzu tüydü. Köngül qo'yib tinglab berganinglar uchun rahmat. Xushvaqt bo'linglar. 26. mavzuda yeni görüşümüz.